Tomoni ko'ryapsizlar, pastiga beton quyib, podushka quyib, ishlaki biroyda o'rab qo'yilgan. 2 million daromadi bor kuniga, salkam. Kunlik daromadi 2 million, oyiga 60 million, 35 mingga baraka qilib yuboramiz deyaptilar. Tayyor noturar joyimiz. Xo'p, TP'si bor, transformatori bor. 6 ta qilingan ekan, короче, har bittasiga 3 mingdan ketgan. Qaqirda turibmiz, Marg'ilonda, Anvar qassobda oxirida. Xo'p, to'lovlakachamiz. Uni neftni ishlab chiqaradigan zavodni ko'ryapsizlar-a? FMPZ. Azotmi nima bu? FMPZ-da. O'shuni bu tomondamiz. Marg'ilonda Anvar qassob oxirida Tabrasga Qaqirdan so'raganlarga biznesi bilan sizlarga 35 ming. O'zi asli 40 ming rasxod qilingan ekan. Ash ko'rib turgan bitta kolodisga 3 mingdan ketgan ekan. 6 ta kolodis qoplanib qo'yishibdi. Telefon qilinglar, baraka qilib yuboramiz. Mana shunaqa biznesi bilan so'raganlar bo'lsa, Sami gilamning mahallani, xullas ponni hamma yo'g'i o'ralgan. O'zini transformatori bor, o'zi uchun tushirgan, svet o'chmasa kerak, chunki o'ziga tushirgan. Tem bo'lib 40 ming rasxod qilishgan. Bular boshqa biznes qilar ekan, o'shuni hisobiga berib yuborishyapti. 35 mingga daromadi o'zi pastli $4 ming ekan oyiga. Bitta o'ylab past raqamga klon qilaverasizlar.